Xo'p, 17. Muntazam n burchagining eng kichik diagonallari orasidagi burchak 120 gradusga teng bo'lsa, muntazam n burchak nechta tomoni bor deyapti. Yaxshi. Bu yerda ikkita usulda ishlasak bo'ladi, o'quvchilar. Bu birinchi usuli qanaqa usul? Mana eng kichik diagonal. Mana bundan bu ikkinchi uchi, bu uchinchi uchi bo'lyapti. Mana shu nuqtadan mana bu yerga eng kichik diagonal o'tkazilyapti. Mana bu qo'shni tomoni, qo'shni nuqta. Mana bu yoqqa uchinchi nuqtaga o'tkazilgan diagonal eng kichkina diagonal. O'shalar orasida burchak, demak 120 gradus bo'lyapti. Muntazam n burchak deganicha mana tomonlar bir xil bo'lib qoladi hammasi. Davomi ham bor. Shunchaki shu qismini yozgan bizga. Mana bu burchaklar teng bo'lyapti. Bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'lib qoladi. Mana ular tengligidan bu tarafi alfa bo'lsa, bu tarafi nima bo'lib qoladi? Alfa bo'lib qoladi. Yaxshi. Natijada mana bu yer nima bo'lib qoladi? 180 minus 2 alfa bo'lib qoladi. U degani muntazam n burchakning bitta ichki burchagi nimaga teng bo'lsa, mana shu 180 minus 2 alfa bo'lsa, mana bu yer ham 180 minus 2 alfaga teng bo'ladi. Mana shu burchak alfa 120 alfa ham 180 minus 2 alfa bo'ladi. Mana yer ham 180 minus 2 alfa hozir. Xuddi shundan foydalanib topib olsak bo'ladi. Hozir demak bitta ichki burchakni topib olsak bo'ladi. Tenglashtiraman. 180 gradus minus 2 alfaga demak alfa qo'shilgan 120, 2 alfa qo'shilgan 120 qilib olamiz. 2 alfani bu tarafga olib o'tib to'g'rilab yozib olaman. 4 ta alfa. Bu tarafga olib o'tsak, necha bo'lib qoladi? 60 bo'lib qoladi. Alfa necha gradus bo'lyapti? 15 gradus bo'lib qolyapti. Natijada o'quvchilar bitta burchak necha gradus bo'lib qolyapti? Alfa mana bu 15, 30, 150 bo'lib qolyapti. Bitta ichki burchak 150 bo'lyapti. Bitta ichki burchakni qanaqa topardik? 180 ko'parilgan n-2 taqsim n dan topardik-a? Bilasizlarmi? Aynan shundan foydalanib biz tomonlar sonini topsak bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa o'tkazib yozib olaman. 150 gradus n barobar 180 bunga ko'paytirib chiqamiz. Keyin 360 bo'lib qolyapti. Xo'p, 360 bu tarafga 150 bu tarafga o'tkazib 30 ta n barobar 360 qilib yozsak bo'ladi. Bu yerdan n ni topib qo'ysak necha chiqib keladi? 12 kelib chiqadi. Tomonlar soni demak 12 ga teng bo'lib qolyapti. Bu yechimning birinchi usuli o'quvchilar. Mana shunaqa topsak bo'ladi. Ikkinchi usuli qanaqa? Ikkinchi usulda mana shuni qayta chizib olayin. Eng kichik diagonallar. Eng katta diagonal bilasizlar, o'quvchilar muntazam n burchakda o'rtadan chiqib keladi. Biz hozir endi biz 12 ga tengligini bilib turibmiz mana. 12 hozir teng chiqdi. Bu demak juft sonli muntazam uchburchak. Shuning uchun bemalol o'rtadan chiqarib olsak bo'ladi. Mana 120 gradus bo'lsa tengga bo'linadi. Bu yerda bitta formulani keltirib chiqarib bermoqchimiz. U ham nima? Eng kichkina hamda eng katta diagonal orasida burchakni keltirib chiqarmoqchiman. Xo'p, mana bu yerda kelinglar x deb turaman. Mana bu yerda mana alfa bo'lib tursin. Bu ham alfa bo'lib turadi. Mana bu yer eng katta diagonal bisektrisa bo'lib chiqib keladi. Bu ham demak x bo'lib qoladi. Hozir u yerda x
X necha gradus bo'lib qolyapti? Mana 60 gradus bo'lib qolyapti. 60 gradus bo'lib turibdi. Biz mana bu yerdan bitta tomon davom ettiramiz. Mana bu bitta tashqi burchak bo'lib qoladi. Muntazam n burchakda bitta tashqi burchak bo'ladi, yo'q beta bo'lib qoladi. Mana x bilan betaning orasida munosabat bor. Formulasi. Oldin ham A gruppaga formulasini yozib berganmiz. Bu yerda nima bor? Bu yerda xo'sh, yozadigan bo'lsak, qaraymiz. Tak. Qarakan.